Assalomu alaykum hammaga, Sherxon Nusratulloyev YouTube kanali kuzatuvchilari. Yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi mavzumiz qahramoni Trackerni Premiere Plus pozitsiyasi bo'ladi. Qisqacha bor funksiyalarni tanishtirib o'tib ketaman va albatta hozirgi kecha kunduzda bo'layotgan tartib, qoida, rasrochkalar bo'yicha sizlarga ma'lumotlarni berib o'taman. Ushbu Tracker Premiere Plus avtomobilimizning rangi yangi rang deyishim menimcha o'sha xato, chunki ancha ko'p qo'rli rang chiqqaniga satin stil grey rangida. Xohlagan pozitsiyada ushbu rangdan bor, xohlagan avtomobilni ham olsalaringiz bo'ladi deyarli. Tracker 10X da bu rang bor va Cobalt avtomobilni ham aynan shunaqa rangi mavjud. Xarid qilmoqchi bo'lganlar diqqatiga. Endi sizlarga avtomobilni shundoq boshidan bor funksiyalarini aytib o'taman va salon ichini ham tushuntirib o'taman va rasrochkalar bo'yicha batafsil ma'lumotlar berib o'taman. Premiere pozitsiya oblisovka albatta nikel bo'ladi. Old oblisovkani ko'rishingiz mumkin. O'zi chiroyli, lekin negadir baribir odamlar buni alishtirib qora oblisovkalar qo'yib olishadi. Endi hammaning o'zini xohishi. Old qismida parktroniklari bor, past qismida bunaqa spoilerga o'xshash narsalari bor. Bu rezin bo'ladi. Sinib ketadi deb o'ylamaylar. Faralari LED, dynamic LED, kunduzgi yorituvchi chiroq. Premiere pozitsiyada shunday bo'ladi. Pastdagisi esa bu power outning vazifasini bajaradi. Old qismida parktroniklari mavjud, nomer o'tiradigan joyi. Sekin yonga o'tamiz. Diskalari 17 razmerda bo'ladi va diskasi aynan Premiere Plus pozitsiyaniki. Rangini ko'rishingiz mumkin. Qora emas, mokri ham emas, shunaqa rang va ustida shlipovka qilingan bo'ladi. Redline pozitsiyaniki ham, lekin shlipovka qilinmagan bo'ladi. Razmerini aytib o'tdim 17. Bars balonlar bilan zavodskoy jihozlangan bo'ladi. Old laboy ostida spirallari bor, ya'ni erta qishda qor yog'ib mablag'da yig'ilib qolsa ham mana bu dvorniklari muzlab qolmaydi. Laboy tepasida kamerasi bor. Bu video registrator emas, faqatgina oldindagi avtomobil bilan o'rtadagi masofani bilib boradi. Keskin yaqinlashib qolsanglar, ovozli signal beradi. Mana bu yerda mana preksiyachasi bor. Qizil rang yonib, laboyda sizlarni ogohlantiradi. Joyiga esa tormoz ham bosadi. O'sha remelni taqilgan bo'lsa. Bu datchikcha esa o'rtadagi yomg'ir datchik, ya'ni yomg'ir yoqqan payti sezadi va dvorniklarni avtomatik ishga tushirish imkoniyatini beradi. Kriloda hech nima yo'q. Power outninglar Premiere pozitsiyada yon tomonda bo'ladi, yon oynada bo'ladi aniqrog'i. Xo'p, yana yon oynada mavjud bo'lgan narsalar. Abagri funksiyasi bor, ya'ni erta qishda bu ham bosib qo'ysangiz knopkasini qizib turadi, qorga, muzga yaxlab qolmaydi va albatta slipoy zona datchiklari ham bor. Xo'p, faqatgina bitta minusi qo'l yordamida qayriladi, ya'ni siz knopkani bosib bunday bakovoydan qayirib qo'ya olmaysiz. Voy. Mana bunday qo'llaringiz bilan qayirib qo'yishingiz kerak bo'ladi, ya'ni ruchnoy. Premiere pozitsiya o'zi nikel elementlar bilan ko'rishingiz mumkin. Oyna ostida ham nikel, oblisovkada ham nikelni ko'rsatdim sizlarga. Eshik dastalarida ham nikel yaltiroq elementlar bilan ishlov berilgan bo'ladi va eshik dastasida keyless go, ya'ni 5 ключевой достуp o'zbekchasida aytganda kalitsiz kirish tizimi, ya'ni kalt oldilaringizda bo'lsa, kelib knopkani bosib ochib kirib ketaverasizlar. Kaltni bosish shart emas bo'ladi. Xo'p, orqa tomonga sekin o'tamiz. Bak 44 litr benzin tanlaydi, sifatli benzin qo'yishlaringiz kerak bo'ladi, turbo dvigatel bo'lgani uchun. Orqa faralari LTZ LED pozitsiyalar bilan farq qiladi, ya'ni bularda LED faralar bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Videoda biroz oqroq ko'rinyapti, lekin hayotda ko'zda taniq qizil rangda yonib beryapti. Menimcha mana bunday rangni bir tushirsam, mana ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunday rangda yonib beryapti. Yon burilish chiroqlari galogen, orqani yoritish chirog'i zadniga urganda yonadigan chiroq. Adashmasam galogen. Tormoz chiroqlari bu yoqda yonadi va tepadagi mana bu yerda tormoz chirog'i yonib beradi. Oynalari zavodskoy qoraytirilgan, bu tonirovka emas, shunchaki qora oyna. Orqa qismida ham parktroniklari bor. Yon tomondagisi slipoy zonaniki. Bakovoyda ko'rsatdim-ku. Bular esa orqaga harakatlanganda ovoz beradigan parktroniklar. Orqani ko'rish kamerasi mavjud. Past qismda nomer qo'yiladigan joyi va mana bu yubka qismini ham ko'rishingiz mumkin. Metalik rangda, ochiqroq rangda. Bu ham pozitsiyalarga qarab farq qiladi. Misol uchun, bu alohida detallar, mana buni qo'parib olsanglar bo'ladi. Boshqacha rangli o'rnatsalar bo'ladi, misol uchun. Lekin LS LTZ pozitsiyalarda to'liq oddiy qora bamper bo'ladi. U отдельно qo'parilmaydi. Redline pozitsiyada ham qo'pariladi, lekin rangi bundan biroz to'qroq bo'ladi. Mana bu rangi sal tortadiganroq bo'ladi. Redline bilan Premierni ham mana shu detalni rangi farq qiladi. Chap tomonda Tracker yozuvi, o'ng tomonda Premiere yozuvi va tepada turbo yozuvi ham bor. Turbo yozuvi ko'k rang bilan ishlov berilgan, T-chasi o'zimning shaxsiy taxminim nimaga ko'k bilan ishlov berilgan. Kim e'tibor bergan bo'lsa, ayrim gibrid va Toyota avtomobillarida ham
Gibrid so'zi ko'k bilan ishlab berilgan bo'ladi. Asosiy maqsadi gibridni o'sha atrofga yoki avtomobil yoqilg'i sarfiga ijobiy ta'sir qilish uchun, xuddiki ekologik yaxshi degan ma'noni bildirganday. Bularda ham turbinaning asosiy vazifasi, bilasizlar, avtomobil benzin sarfini kamaytirish uchun deb o'ylayman, chunki bu sportivniy avtomobil emas. Agar sportivniy bo'lganda katta ehtimol bilan mana bu qizil bo'lardi, uje bitira bilasizlar sportivniyligini. Tepa qismini ham aytib o'tib ketaman. Shoxchasi bor, alyumin. Bu kuzov rangiga juda o'xshash ekan. Qolgan ranglarni olsanglar, oq qora olsanglar ham shunaqa rang bo'ladi. Va panorama lyuki bor. Lyuk bo'yicha biroz tushuncha berib o'taman. Misol uchun, buni segmentiga yaqin Kia Sonet, BYD Yuanap. Kia Sonetda oddiy lyuk bo'ladi, ya'ni mana shu kichkina lyuk. Yuanapda panorama bo'ladi, lekin u lyuk emas, shunchaki tom oynadan bo'ladi, ochilmaydi. Trackerda afzallik tomoni panorama lyuk ham katta, ham ochiladigan bo'ladi. Xohlasanglar buni ko'tarib qo'yishingiz mumkin yoki to'liqligicha buni ustiga uni chiqarib lyukni ochib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Antennachasini ko'rishingiz mumkin. Tom qismida bunday kuzovga ishlov berilgan, chiroyli chiqqan krossoverlarga mos. Avtomobil o'zi bilasizlar, crossover kuzovga kiradi, lekin shahar crossoveri hajmi biroz kichikroq bo'lgani uchun endi sekin salonchiga kiramiz. Obshivkalari temniy siniy rangda, parlament rangi ham deyishadi, temniy siniy ham deyishadi, oq strochkalar bilan birga. O'rindiqlari to'liq kojinli, o'sini shundoq ko'taray tepaga. Ko'rishingiz mumkin, to'liq koja, buni ham rangi o'sha parlament rangi yoki temniy siniy rang, qora rang bilan ishlov berilgan. Qora ham ja qop-qora emas, kul rangga o'xshab ketadi. O'rindiq yarim elektron boshqaruvda, ya'ni siz past qismini elektron boshqarasiz, mana oldiga surasiz, tepaga ko'tarasiz, pastga tushirasiz, elektronli. Faqat mana bu suyanadiganini mana bu yerdan qo'l yordamida boshqarishingiz kerak bo'ladi. Farqini o'chirmasam, ting'illayapti. Orqa-orqa surib olamiz. Bu qulaylik Premier bilan Redline paysida bor, qolgan paysalarda mexanически boshqariladi. Salon qismini doimgidek ruldan boshlaymiz, chunki eng ko'p foydalanadigan narsa bu albatta rul. Rul kojalik, past qismi biroz tekisroq qilingan, dumaloq emas. Rulda isitish funksiyasi mavjud va rul hamma tomonga so'zlanadi. Ya'ni yon tomondan qaraganda man tomonga keladi ham, ketadi ham, ichkariga kiradi ham, tepaga ham, pastga ham tushadi. Ya'ni 4 bosqichda rulni so'zlashlaringiz mumkin bo'ladi. U mana bu yoqdagi narsani tushirib keyin so'zlaysizlar. Hamma paysida bu rulni so'zlash degan narsa bor. Eng prostoyda ham, eng zo'rida ham bor. Ruli elektrousilitel, ya'ni juda ham yengil. Hattoki Onyx Recline ruli Equinox bilan Malibuga qaraganda ham yumshoqroq bo'ladi. Gidravlikadan qisqasi keyingi avlod. Ruldagi knopkalardan endi gapiramiz. Bu knopka oldindagi avtomobil bilan distansiyani saqlab borish. Men sizlarga tepadan ko'rsatgandim. Kamerasi bor, oldindagi mashinani sezib boradi deb. O'sha sezishni masofasini sizlar ushbu knopkadan boshqarasizlar. Limit control bor, cruise control bor. Bu cruise control yoki limit controlni o'chirish uchun xizmat qiladigan knopka. Rul signali o'rtada, airbag albatta rulda bor. Xudo ko'rsa amaliyot bo'lsa, shu yoq shunday yirtiladi va xavfsizlik yostiqchasi sizlarga hayotlaringizni qutqarib qolishga yordam beradi. U ham o'sha remellar to'qilgan bo'lishi kerak, yonib turgan bo'lishi kerak. O'zi adashmasam haydovchi tarafda o'chirib qo'yib bo'lmaydi. Mana bu yerlari Glansby mana shunaqa rang element bilan jihozlangan. Rul orqasida gitaralar, bu taraf doimgidek chiroqlar uchun va chiroqlarda avto rejim bor, ko'rishingiz mumkin. Ya'ni mana bu torpedkadagi mana bu datchikcha kechqurun bo'lgani yoki kunduz bo'lganini avtomatik sezadi va chiroqlarni o'zi o'chirib yoqadi. Faqat siz dalnablejniyni, pavorotniklarni foydalanishlaringiz mumkin bo'ladi. O'ng tarafdagi gitara esa ham dvorniklarni ishga tushirish uchun, ham mana bu o'rtadagi monitorni boshqarish uchun bo'ladi. Monitorni mana bu knopkasi bilan mana bu yeri boshqaradi va uchidagi knopka boshqaradi. Dvornikni esa o'zi boshqaradi. Va ma'lumot o'rnida dvornikni bitta tepaga ko'tarib qo'ysanglar, o'zi avto rejimga o'tadi. Yomg'ir yoqqan paytda o'zi avtomatik artaveradi. Orqa dvornikni ishga tushirishni birdan aytib o'tib ketaman. Orqa dvornikni ishlatmoqchi bo'lsalaringiz, mana shu gitarani bir marta ana bunday qilib orqaga itarib qo'yasizlar, orqa dvorniklar sizlarni yonadi. Agar yonib qolib ketgan bo'lsa, bilinglarki, shu orqaga itarib qo'ygan, bitta oldinga tortib qo'ysanglar, qaytib o'chadi. Orqaga suv sepmoqchi bo'lsanglar, mana orqaga itarilgandan keyin mana bunday itarib tursalaringiz, orqa dvornikka suv sepadi. Oldinni bilasizlar, oldinga tursangiz suv sepib dvorniklar artadi. Tablosini ko'rishingiz mumkin. Menga juda ham yoqadi, chunki ham bunaqa dizayn, ham monitor bor. Monitordan tezlikni ko'rsalaringiz ham bo'ladi. Har tomonlama qulay. Barcha ma'lumotlar, benzin sarfi, necha kilometr yurganlaringiz, o'rtacha rasxod qancha bo'lyapti, ularni hamma narsasini shu monitordan ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Menimcha bu yerni tugatsak ham bo'ladi. Endi sekin monitorga o'tamiz. O'zining monitori
Android Auto Apple CarPlay'ni qo'llab-quvvatlaydi va bu monitorni ma'lumot o'rnida hech qanday xotirasi yo'q. Ya'ni buni monitorga nimadir programma tashlab bo'lmaydi. Bir tomondan yaxshi, bir tomondan yomon. Yaxshi tomoni xotirasi bo'ldimi, iloji yo'q monitor qotadi. Xotirasi bo'lmadimi, ya'ni u qotmasdan doimiy 5 yildan keyin ham xuddi shunday ishlayveradi, 10 yildan keyin ham bus-butun bo'lsa shunday tarzda qotmasdan boshlig'ini ishlagan bo'lsa o'shani ishlayveradi. Apple CarPlay Android Autoni qo'llab-quvvatlaydi. Ya'ni iPhone telefonlaringizni kabel bilan bu yoqqa tiqsanglar, bitta dostуп beraversiz telefondan iPhone'dagi yo'l davomida foydalanish kerak bo'lgan navigatorlar, shunga o'xshash narsalar chiqib beradi bu yoqqa. Android telefonlaringiz bo'lsa ham xuddi shunday kabel tiqasizlar va bemalol foydalanib ketsanglar bo'ladi. Android telefon ishlatadiganlar uchun reklamamiz bor shu yerning o'zida. Sizda Onyx Raker bo'lsa, Cobalt bo'lsa, qisqasi zavodskiy monitor bor avtomobil bo'lsa, o'zini monitorda YouTube ko'rish imkoniyatini yoqtirishingiz mumkin. Programma narxi 150 ming so'm. Telefonlaringiz Android bo'lsa, mana shu Telegramdagi pastdagi kontaktga aloqaga chiqib, telefon nomerini ham qoldiraman, Telegramnikini ham qoldiraman, aloqaga chiqib, YouTube yoqtirmoqchiman desalaringiz, sizlarga bafurja ma'lumotlar berib o'tiladi. Bemalol ishlatib yursanglar bo'ladi. Yurib ketayotgan paytda, ya'ni o'zini monitorida shunday telefonni tiqib qo'yasizlar, YouTube ko'rib ketaverasizlar. Narxini aytib o'tdim, 150 ming so'm. Deflektorlari Onyx bilan Trackerda o'zi ajratib turgan katta narsasi mana shu qism. Chunki qolgan narsalar Onyx Trackerlarniki juda ham bir-biriga o'xshaydi. Deflektorda to'liq mana bunday blokka qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi yoki o'zlaringizga qulay moslashtirirsalaringiz ham bo'ladi. Aytgancha bu yerda start stop bor. Buni aytish esdan chiqib qolibdi. Ya'ni avtomobilimiz kalit ichkarida bo'lgan paytda ishga tushadi. Kalt ichida bo'lib turib ham yonmay qolsa, ma'lumot yo mana bu yerga kalt qo'yishlaringiz kerak yoki bardachokda voy barda ichiga kaltni qo'ysalaringiz, sразу kaltni o'qib oladi. U har zamonda kaltni ko'rmay qolgan holatlarda. Rul abagrefi bu yoqdan yoqiladi. Center zamok, avariya knopkasi, avarinka aniqrog'i, stabilizatsiyani o'chirib yoqish, oldindagi parktroniklarni o'chirib yoqish, joy kerak bo'ladi, birdan kerak qolgan payti va assistent parking, ya'ni rulni o'zi burib sizga parkovka qilishga yordam beradi. Faqat siz tormoz gazni bosib turasiz ushbu knopkani ishga tushirgandan keyin. Va climate control. Climate control Premier va Redline payslarda bor. Bu nima deydiganlar uchun oddiy konditsionerdan farqi. Oddiy konditsioner oddiy aytganda shu uyingizga qanaqadir ventilyator qo'ydingiz, sovuq yuboradigan, ayrim payti sovib ketib qoladi, ayrim payti isib ketib qoladi. Bir xil me'yorda ushlash biroz qiyin bo'ladi. Lekin ana bunaqa konteyner qo'ysalaringiz, bunga gradus belgilab qo'yasizlar, o'sha bir xil haroratni ushlab turadi. Bunda ham xuddi shunday o'zingizga kerakli bo'lgani, misol uchun 18 gradus, 20 gradus, 25 gradus belgilab qo'yasiz, salon ichini shunday tempda ushlab turadi. Bu klimat kontrol bir zonali klimat kontrol, ya'ni butun salon ichiga, orqaga ham, oldinga ham bir xil gradus tanlaysiz. Haydovchiga отдельный gradus, passajirga отдельный gradus degan narsa yo'q. O'zi bu segmentdagi, bunaqa narxdagi avtomobillarning hech qaysida 2 zonali yoki 3 zonali klimat kontrol topishinglar qiyin bo'ladi. Xo'p, pastroqqa tushamiz. Simsiz zaryadlash, ya'ni sizni telefoningiz simsiz quvvat ola olsa, shu yerga qo'yib qo'ysanglar, o'zi zaryad olib ketaveradi. Xo'p, abagrev knopkalari bu yerda joylashtirilgan, old o'rindiqlarniki. Barini ko'rishingiz mumkin. Qo'l qo'yadigan joyi kojinning, ikkita podstakanlik, telefon qo'yadigan joyi bor. Korobka selektor. Korobkasi 6 bosqichli avtomat korobka bo'ladi. Nimaga avtomat deyapman? Avtomatda ham har xil bor. Variator deydi, robot deydi. Lekin mana bu avtomobilimiz Onyx Raker'lar klassik avtomat bo'ladi. Bu variatordan ham, robot korobkadan ham ancha yaxshi bo'ladi. Variator korobka lat-lut ko'tarmaydi to'g'risi. Buzilsa ham O'zbekiston sharoitida tuzatadigan ustalar juda kam va topsanglar ham qimmatga tushadi. Robot korobka sotiladigan qaysi mashinalarda bor? Chevroletda, Monzada bor, endi u ofitsialni sotilmaydi. Robot korobka bo'ladi. Robot korobka nima desalaringiz, u oddiy mexanika korobka, faqat uni siz o'tkazmaysiz skoroskga, uni robotni o'zi xuddi birinchi skorost, ikkinchi skorost qilib avtomatik o'zi o'tkazaveradi. Oddiy mexanika faqat robot boshqaradi degan narsa. Kolonkalari avtomobilda 6 ta 4 ta eshikda va old 2 ta stoykada peshalkalari mavjud. Xavfsizlik yostiqchalari ham mana bu yoqda bor, tapetkada rullar bor va bu stoykada va orqa stoykada bor. U ham jami 6 ta kolonkalar soni bilan bir xil. Endi tepa qismga ham biroz o'tsak, bu yoqda albatta oyna va chiroqlari bor. Bu tomonda ham oyna va chiroqlari bor. Mana bu oynamiz ham aqlli, mana telefonda ko'rinyapti. Qora nuqtacha turibdi, ya'ni orqadan kimdir mana margat qilsa, ko'zinglarni olmaydi. Bu yoqda o'sha kameralarni sovutish tizimlari qo'yilgan. Pardani ochib yopish, lyukni ochib yopish. Aytib o'tganimdek, ko'rishingiz mumkin, panorama lyuk. Mana bu shtorkasi oxirigacha surilmagan ekan, yana ozgina orqaga ketadi. Ham ochiladi, ham katta lyuk bilan avtomobilimiz jihozlangan. Orqaga ham biroz o'tamiz. Birinchi navbatda o'zimga sozlab olay. Orqaga o'tayotgan paytda birdan aytib o'tib ketaman.
Orqa podveskasi bilasizlar, Trekerdagi sal qattiqroq, sababi bu avtomobilimiz crossover bo'limi iloji biroz qattiqroq bo'ladi. Xo'p, mana orqaga o'tirdik. Oyog'im tekkani yo'q. Orqada qulayliklardan abagriff bor, ikki tomonda va zaryadnik porti bor. Va oyoq ostidan o'sha konditsionerni oyoqqa qaratib qo'ysa, issiq havo yoki sovuq havo ham kelishi mumkin. Tepada dastaklari bor. Ma'lumot o'rnida orqa obshivka koja bo'lmaydi, plastik bo'ladi. Old obshivkalari kojinli edi. Va orqada qo'l qo'yadigan tushadi. Bunday podlogotnik podstakanliklari bo'ladi. Endi telefon ostida ekan, ochib o'tirgan, tepada chiroqchasi ham bor ekan. Endi sizlarga avtomobilni rassrochkasi bo'yicha ma'lumot berib o'taman. Avtomobilimiz o'zi tan narxi 272 million 656 ming so'm. Ya'ni o'zi narxi, agar siz bo'lib beraman desangiz, bo'lish narxi bo'lib berishingiz mumkin. Yoki yo'q, birdan berib olaman, 100% to'layman desangiz, sizga aynan Premier Plus paysda 20 million skidka qilib beriladi. Ya'ni sizga 20 million so'm arzon qilib beriladi. Shunda narxi 252 million 656 ming so'm bo'ladi. Rassrochka grafikni ko'rishingiz mumkin. 25% to'lasangiz ayni paytda 36 oyga 1% bo'lib berishga berilyapti. 30% to'lasangiz 40 oyga, 40% to'lasangiz 52 oyga, 50% to'lasangiz 60 oyga rassrochkaga beriladi. Mana grafikda shundoq 1x ga o'tkazib ko'rsataman sizlarga. Screenshot qilib olishlaringiz ham mumkin. Agar yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, Telegram kanalimni silkasi bor. Pastda kommentariyada qoldiraman, grafik deb silka chaqib qo'yaman, kirib grafikni ko'rishinglar, savollaringiz bo'lsa berishinglar mumkin. Telegram guruhimda doim aktivman, savollarga javob beraman. Ayni paytda Navoiy FTZ xizmat avtosaloниdan kelib xarid qilsalaringiz, boshlang'ich to'lovini to'laysizlar, boshqa xarajat umuman yo'q, ya'ni sug'urta to'lov to'lamaysizlar. Umuman qisqasi ortiqcha to'lov qilmaysizlar. Avtomobillar esa Navoiy FTZ xizmatda tayyorlari bor. Oqidan deysizmi, qorasidan deysizmi, ana shu mokridan olaman deysizmi, nalichida bor. To'lab ketaverasizlar. Bonus evaziga hozirgi paytda polik, podnomer va benzin bonus sifatida har bir xarid qilgan mijozlarga berilyapti. Va yuqorida ko'rsatib o'tgan rassrochka grafigim Infinbank bilan birga rasmiylashtiriladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Sug'urta to'lovi bepul, ya'ni sug'urtaga sizlar hech qanaqa 3 million, 4 million, ayrim banklar 6-7 million ham chiqarib beryapti. O'shanaqa to'lov amalga oshirmaysizlar. Menimcha sizlarga kerak bo'ladigan barcha ma'lumotlarni berib o'tdim. Video yoqdan bo'lsa like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bundan keyingi obzorlarda xuddi shunday boshqa modellardagi, boshqa pozitsiyadagi avtomobillarni ham ko'rib chiqamiz. Trackerni, LTZ Plus'ini, LS Plus'ini, Redline'ni va Onyx avtomobilini ham birin-ketin bitta pozitsiyalarni sizlarga shunday obzor qilib, grafiklarni ko'rsatib o'taman. Xarid qilmoqchi bo'lganlar xohlagan viloyatdan kelib, Navoiy FTZ xizmat avtosalonidan foizsiz rassrochkaga xarid qilishlaringiz mumkin. Xarid qilishga kerak bo'ladigan hujjatlar, pasportlaringiz bo'lsa bo'ldi, ish haqi, kafil so'ralmaydi va muhim ma'lumot, agar turmush o'rtoqlaringiz bo'lsa, ikkovlaringizdan birga ikkita pasport va 8 qog'oz bilan kelishlaringiz shart bo'ladi. Shuni ham qo'l qo'yadigan joylari bo'ladi. Batafsil ma'lumotlar berib o'tdim. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.